Aslida islomiy banklar qanaqa ishlaydi? Ko'pchilik insonlar islomiy banklarni foizsiz qarz beradi deb o'ylar ekan, lekin bu bunaqa ishlamaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, sizga islomiy banklar qanaqa ishlashini tushuntirib beraman. Islomiy banklarda daromad qarz evaziga shakllantirilmaydi, ya'ni foyda puldan emas, real savdo yokida aktivdan olinadi. Pul shunchaki ayirboshlash vositasi xolos. Islomiy banklar shug'ullanadigan asosiy 5 ta yo'nalish. Birinchisi murobaha, ya'nida nasiya savdo. Bu islom banklaridagi eng ko'p qo'llaniladigan bir yo'nalish hisoblanadi. Ikkinchisi ijara, ya'ni lizing. An'anaviy lizingga o'xshash, lekin shartlari adolatliroq bo'ladi. Uchinchisi mushorak, ya'nida sherikchilik. Bu islomiy va adolatli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. To'rtinchisi mudoraba, ya'ni investitsiya boshqaruvi. Bir tomon sarmoya beradi, ikkinchi tomon esa bilim va mehnatini tikadi. Va beshinchisi istisno, ishlab chiqarish va qurilishni moliyalashtiradi. Umumiy olganda, islomiy banklarning asosiy prinsipi barchaga adolatli va shaffofligidir.